Xullas kalam, taqillavering uylarni, eshiklarni tushirib, tozalab, suvlab, shunaqa sepib emas, xo'rozlar, o yomon ish qilyapti desamaptimi? Men menga 12 ga 1da kelaman. Chota telefonini so'ramasam bo'lmaydi. Hop. Telefoningizni bering. Tinchlikmi? Telefoningizni bering deyapman. Bo'ldi, gapi, telefon bo'lsa telefon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salom, Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Telefonimiz bor. Maslahating kerak do'stim. Xo'sh. Xotinim mendan telefon so'rayapti. Tekshiraman deydimi? Bir narsalar deyapti. Shunga nima qilsam bo'ladi? Senga ishonmayaptimi? Ishonmayapti-da. Telefoningni so'rayaptimi? Ha. Agar u sendan telefoningni berib turing, bitta ko'ray deyotgan bo'lsa, go'zallik saloniga umuman pul berma. Chunki senga ishonchi yo'q-ku. To'g'ri. Agarda u sendan telefoningizni berib turing deyotgan bo'lsa, Ha. tilla berma, sim ber, simdosa buyursin. Tushundingmi bo'yniga? Agarda sendan telefoningni so'rayotgan bo'lsa, kassaga, o'rtalari bilan gap-papga, yo'l kirasiga pul berma. Pesha solarsin, tushundingmi? Agarda ashi narsalaringdan keyin ham kiyimlarini, telefonini, pilla, go'zallik saloniga pul berayotgan bo'lsang, yana shubhalanib telefonini so'rayotgan bo'lsa, urish kerak. Qo'sqonlar bilan solish kerak. Men bu gapim bilan borib xotiningni ur demayapman. Ha. Lekin seni gapingga kirmay telefonini so'rayotgan bo'lsa, urish kerak-da. Noto'g'ri-da. Ha, hozir 1 minut, tushundingmi? Spachga sola olasan, chig'anari kel qilib. Mana men. Telefon so'radingmi? Dadasi, yaxshi borib keling. Ha, nima? Yaxshi kuningni qaytarib. Eslamaydi dema har kun yodimdasan. Yo'qolma